Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Luking. Do'stlar, biz bugungi videomizda Roblox va mana bu maktabdan qochish yoki maktabga kirish. Xullas bilib bo'lmadi. Menimcha maktabga kirish bo'lsa kerak yoki qochish. Mayli, qani let's go. Albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Biz juda ham tez 100 ta bo'lishimiz kerak. Qani ketdik. Menimcha haliga checkpoint bo'lsa kerak. Mana bu qiyshiq turibdi, unga chiqish qiyin bo'ladi. Tegib ketdik. Qani ketdik. Mayli. Bu juda oson. Iya. Bilmasdan tegib yubordim. Mana bular chiqaverib. Mayli. Tegmadik biz unga tegmadik. Nima bo'lyapti? Qani ketdik. Free. O sovg'a bor ekan u yerda. Qani ketdik. Checkpoint. Suvga teksak hech narsa qilmasa kerak. Bular eng oson parkur. Ya, bo'ldi, haqiqiysini topish kerak. Bilib oldik, o'rtadagi haqiqiy emas. Mana haqiqiysi. Endi mana. Bizning. Shu yerda ham parkur. Ketdik. Yo'q, tushib ketdik. Meni xatoyim. Biz tırmanışım oldu. Agar shunday bo'lmaganda tushib ketardik. Qarash. Menimcha bunga tegib ketish. Tegib ketish kerak. Boshimiz oyog'imizning uchi tegib ketdi. Jinchagina joy. Menimcha hech kim bilan jang qilmaydi. Shunchaki maktabdan qo'rqish. Yo'q, Nargis haqiqiy. To'g'ri bilib oldik. Yaxshi. Bular juda ham oson. Bundan
Hali parkurni boshlamasdan turib yo'q bo'lib ketdik. Qani sekin o'tamiz. Qani yaxshi. U meni sinfdoshim bo'lsa kerak. Do'stlar, lekin biz ozgina tegib ketdik, ozgina. Bu juda ham qo'rqoq ekan. Bu parkur negadir menga yoqmadi. Biz endi 21-parkurda ekanmiz do'stlar. U uribdi. Yaxshi do'stlar, bo'lib ketdik. Qani. Yo'q. Negadir endi to'plashmayapmiz. Kerakmas hech narsa bizga. Biz hech narsa kerak emas, biz o'z kuchimiz bilan ulardan biriga tegish kerak emas. Qani bulardan biri haqiqiy. Bo'ldi, Nargiz ham yaxshi bo'lib oldi. Axir men turdim deb o'ylabman. Menga turdim deb o'ylabman. Menimcha tartib bo'yicha tartib bilan o'ylashgan bo'laman. Mayli. Oo, sal qoldi. Bizda hali yana juda ko'p parkur bor. 35 ta parkur bor hali bizda. Biz unga tegmadik, biz sakradik shunchaki. Men shunchaki sakragan edim. Yaxshi. Oxirgi paytda faqat qoshiq chiqaryapmiz. Yaxshi do'stlar, biz o'tib oldik. Agar
Minecraft haqida video chiqishini xohlasangiz, albatta kommentariyada Minecraft yozing. Qizib turgan lavami nima u, yog'mi? Bilib ham bo'lmaydi. Biz tegdik deb o'ylabman. Checkpoint do'stlar. Bizga nima bo'ldi? Qulf ekan do'stlar. Menimcha bu yerga kalit topish kerak. Hozir topamiz. Bu yerda albatta kalit bo'lishi kerak. Lekin bu yerda bo'lishi mumkin kalit. Menimcha qizil knopkani bosish kerak deyapman. Yo'lni ochildi. Yaxshi do'stlar. Bularga teksak bo'larkanmiz. Tegmasak hech narsa bo'lmaydi. Sal qoldi. Juda ham katta limitalar. Texnikeriya. Ovqatlanamiz. Menimcha bu yer ovqat bilan sakrashni o'rniga boshqa narsani bosib yubordim. Bizga hech narsa kerak emas. O'z kuchimiz bilan o'tamiz. Do'stlar, albatta videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Ulgurgan edik, biz o'tgan edik bu yerdan. Pizza. Kartoshka free. Nimaga sakramayapsan? Mayli, 15 ta qoldi yana. 15 ta parkur. Okay. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga o'z nikingizni qoldirib keting. Men albatta durust tashlayman. Teacher. Juda ham sekin. Bundan qochib ketishim. Xayr ustoz, men qochib ketyapman. Juda ham katta qalam qog'ozlar. Bu yerdan o'tish muammo emas demoqchi edim. Afsus, o'tolmadik. Endi sal qotyapti. Qani ketdik. Yaxshi do'stlar. Bo'lgani qo'yaylik. Qo'llarga tegib ko'rganman do'stlar. Bu parkur juda ham kam qoldi. 9 tagina parkur qoldi. Yaxshi. Bu yerga kelib hamma bo'lamiz.
qani tezroq o'tish kerak. Bizda 6 tagina parkur qoldi. Menimcha oxiriga borib jang qilmasak bo'ldi ustozlar bilan. Menga joylar yoqmaydi. Men to'xtamasdan yuguraman deb o'ylabman. To'xtamasdan yugurib o'tib ketaman deb o'ylabman. Mayli. Juda ham professional bo'lib ketdik parkurlardan o'tib. U yerga sakrash sal uzoqroq edi. Ketdik. Kichkinalardan sakrasa bo'lmaydi. Axir bu yerga sakrashning ilojisi yo'q. Bizga hech narsa kerak emas. Yaxshi. Biz mana hozir tashqariga chiqdik. Bu yerdan hozir qochib ketamiz. Qani. Bu yerlar juda ham ingichka. Ulardan qochish ilojsiz demoq. Do'stlar salgina orqaroq yurib yuborganimizda axir shu paytgacha ushlagan, nimaga hozir ushlamading? 2 donagina parkur qoldi. Yo'q. Nima qilyapsan? Qani. Biz unga tegmadik-ku. Sakramayapti. Hech narsa kerak emas. Sakra. Boya sakradi-ku. Boya bundan ham balandroqqa sakradi. Negadir endi sakra olmayapmiz. Va nihoyat faqat bittagina farqli qoldilar. Bu menimcha qizil. Albatta, endi esa sariq. Bu tasodif, endi esa qizil. Do'stlar, yo'q. Bu yerda robot bor ekan. Mayli, buni olmaymiz. Bizga bunday deb. Do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan do'stlar, kommentariyaga win deb yozib keting. Chunki biz yutdik. Sizlar bilan Liu Kang bo'ldi do'stlar. Xayr, hammangizga salomat bo'ling.